Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana Sarakapyatkadan keyin yo'lga chiqdik. Mana Bryusselga kirib kelamiz, lekin shu kirib kelguncha 100 km ichidan yarmi probka edi. Метров плавно поверните направо и продолжайте езду по трассе И-40. Hop. Bizga hozir Bryussel to'g'riga kiramiz Bryusselga. Atak biz Bryusselda yoniga tushiramiz mana shu obyezdnoyada. Chapga qarab ketishimiz kerak. Tak, birinchimiz o'rtadagidan bosamiz. O'sha tualetni bo'lmagani olib kelyapmiz Bryusselga. Mana keldik zavodga, borib dokumentni berdik охранаga, pager berdi. Pagerda 1,5 soatda jirinladi. 456-dok deb chiqdi. Pagerda охранаga qaytarib berdik, hujjatni berdik. Bor 456-rampaga dedi. Mana kirib o'qtiryapmiz hozir endi. Mana tushiryapmiz. Bunisida o'zingiz turasiz, mana shu yerda yurmaysiz. Bu yomon ekan. Men o'yladim Sarakapyatkadan keyin odam bir yuradi. Shunaqa o'zim tushirsam mazza qilasizda, oyog'ingiz ana chiganlari yo'ylab. Yo'q. Bunda endi o'zingiz yotarkansiz, tikka turasiz. Keyin mana bunda yurarkanda eng yomoni hozir bizning paletlarimiz uzunasiga ortilgan. Mana bu yerga aytib ko'ndalanga qo'yasan. Mana yerga qo'yib, bitta taylab olamiz paletni, keyin yon boshdan olib, mana yoqqa qo'yamiz-da. Ana shunaqa bo'lyapti, 2 xot bo'lyapti endi. Akalar mana shunday uzunligidan olib, mana shunday qo'yib kelayotgan edim. Mana yerga tiqilib qolasiz, sal palet pavorotga buriladi, chiqib ketasiz. Keyin bu yonidan bitta urib ketayotgandim, kelib paletni urma dedi. Mana yerga chiqar dedi. Tashlaganda aylanib u tomondan kirib keyin qo'ydi. Ha, biz ham xitrlik qilmoqchi edi, bo'lmadi. Mana tushirib chiqdik Belgiyada, o'sha Bryusselda yonida. Endi yana musor ortishga ketyapmiz. Mana o'zi yaqinlashamiz, 5 kilometrcha qoldi. O'sha musordan ortamiz va o'sha Fransiyaning o'sha joyiga boramiz. Tualetni bo'lmagani ortgani borganimizda musordan keyin hozirga tushirgan gruzda ortgani borganimizda ko'zi sasayotdi-da, ortmadi. Ikki tomonni ochib shamollatdim, chivinlar bosdi keyin. Shamollatib qayta yopib, bir amallab ortib olaverdim. Yana o'sha musorga beryapti hozir. Boraylikchi. Tak mana ortib oldik. Ana stoykaning yonidagilarga remont tortmadim, qolganlarga remont tashlab chiqdim. Короче, bu safar tortishmadi-da, birdan mana ikkinchi etajiga mayda tashlab berdi. Oldin 2 etaji ham katta rolondan edi, pressdan hozir mayda tashladi, bo'ladi. 12 tonna bo'lib turibdi, vedushiga normalni. 26,700 chiqdi. Ketdik endi, tushamiz bizga. Mana bog'lab chiqamiz. Bir 5-6 ta remont ketdi, bo'ldi. Mana akalar, o'sha tushiradigan joyga yaqinlashyapmiz. Endi yaqinlashgan holi bor, bir 10 kilometrcha. Bu tushiradigan joyimiz, ya'ni bu bumajni zavod. Shu mana shu tog'li, adirli, qirli joyda joylashganda. Mana shu yerga aralab yuribmiz. Quyosh urgani bilan 1 gradus, 2 gradus shunaqa sovuq. Fransiyani sovuq joylarida bu. Naryoqda +18. Tak. Biz hozir yarmigacha chiqdik ish qilib. Adirlarni balandligida bu joylar. Tak, bu zavodda bir 2 ta Используйте второй выезд. mashina turadigan joyi bor. Endi joy topilsayda, joy yo'q.
направо, потом сразу поверните направо. Nega chiqamiz? Proyezddan o'tamiz-ku, mana yerga qo'yamiz. Mana bu yashilni kutish kerak. O'tgan safar ham kutdim, hech yonmadi. Ular qizilni yoqarkanda, pogruzchik o'tar ekan. Aytdim, ichim yo'q deb shuna bosuvdim. Varatu ochilib boshladi-da. O'sha pogruzchiklar o'tarkan, o'shancha qizil qilib qo'yar ekan, ana yashil. Ketdi. Ana shu tarozidan o'tib, QR kod bilan saytiga kiramizda, saytida mashina nomerlari kiritib, taroziga tortar ekanmizda. Keyin narada aylanib kelib, mana bunda chiqib, bu yoqqa qarab ketamiz. Mana shu yoqqa ketamiz. Taroziga tortamizda. Lukard organizatsiya. Taroziga tortish. Nomerimizni kiritamiz. Mashina nomerini. Ketdik. Shu joydan qaytib olishimiz kerak. Biz oldinga. Проходите, проходите. Kattagina zavod ichida aylanamiz ana shunaqa. Tushiradigan joygacha. Mana akalar, gruzni tushirdik-da, qaytyapmiz. Endi hozir shu Fransiyadan bumaga olamiz, Rolondagi bumagani olib, через Germaniya, Shvetsariya, Italiyaga ketamiz. O'sha marshrut bo'yicha bumagani olib ketdik. Hozir bu yerda remont ekan. Mana ortiqcha keldik, qamab qo'ydi bizni. Kulishni olib qo'ydi o'rtayapti. Mana bog'lab ketdik. Короче, oxiriga ikkitadan bog'ladik, qolganiga bittadan. Oldidagiga ham ikkitadan bog'ladik. Проверка. Mana ortib chiqdik Fransiyadan. Milhausga tomonga yana 80 kilometrga ketyapmiz. O'sha yerdan AdBlue 25 litr AdBlue solishimiz uchun. Hozir tog'li zonasidan tushdik, 19 kilometrcha. Oldingi videomda ham bor edi boyaga. Аварийный спуск, qum, колеса, tosh, ana shu перевалlardan o'tib, bilmayman,
o'sha AdBlue'ni deb mana shu Milhouse'ga kiramizda hozir. Zapravka qilmayman, faqat AdBlue olaman. Shu Milhouse'ga mana shu yo'l bilan boramiz. Atak platni yo'li bor, trassa. O'sha bilan bossak to'g'ri o'sha Shvetsariyani anonsiga ketamiz. Chegarasiga, tamojnaga. Yo'q. AdBlue arzon Fransiyada deydi. Shuning uchun AdBlue'ni olamiz Fransiyadan. Zapravkani, solyarkani Italiyadan olamiz arzon. Mana shunday. Shunaqa gap deydi. Hozir tog'da tushdikdan qishloqda yuribmiz, yana hali hech narsa o'tmabmiz-da, yana 40 kilometr bor ekan. 40 kilometr yuribmiz-da. Bazilgacha 16 kilometr qoldi. Aytgancha Germaniyaga xush kelibsiz. Germaniyaga o'tdik. Germaniya bilan Shveysariya chegarasida hozir T2 tranzitni bo'lmagani qildiramiz. Soat 8:30 gacha ishlar ekan. Men o'yladim 6 gacha ishlaydi, borib shahar damga olamiz deb. Yo'q. Endi hozir T2 bo'lmagani qilsa Shveysariyaga kirib, yoqdan istagan qo'xtaramiz endi kechasi. Ko'ramizda qani. Ketdik. Tak Shveysariyaga xush kelibsiz. Joy topolmay mana lehkovушкалар turadigan joyga hamma turgan ekan. Men ham turib oldim. 9 soatda uxlaymizmi, keyin ertalab nasib 5:30da chiqib ketamiz. Shveysariyada mana shunaqangi tog'ning yonidan o'tadigan tunnelchalar ham bor. Mana bu yoq tog'da shuni ayvoncha qilib qo'yibdi. Bironta ham fura грузовик ko'rmayapman-da. Встречный kelyapti mana. Bu tarafdan. Ertalab soat 5:30da 9 talik ham chiqdi, o'sha bilan chiqib yo'lga chiquvdi. Hozir mana soat 7 bo'ldi. Tak 25 kilometrdan keyin o'sha kontrolga kiramiz. 80 dan oshib yurib ketdik, kamera turibdi, urmadi. Yo'q, urgandir. Ana speshkasiz. Kontroldan bir amallab o'tib olsak, bu ojrani bo'yida tog'lar qarang. Mashinamiz kir, yomg'ir, musor toshidek. Chivinlar pashlari urib. O'sha katta tunnelgacha mana shunday podiyomga qarab ketyapmiz-da. Shu mayda-mayda. Продолжайте ехать по дороге 2 километра. Mayda-mayda tunnellardan o'tib, mana shunday ko'tarib ketyapmiz. Tepada shu 17 kilometrni tunnel qilganda keyin yana pastga tushirgan. Продолжайте ехать Короче, по mana дороге shunaqa. 12 километров. Tunnel tepada o'zi. Mana shunday. Qolganlari ham mana shunday qirqib tog'larni mana shu tepaga qarab chiqamiz. Ketdik. Tezlik
gruzovoylarga pravo, avtobus lehkovoshkalarga mana bu tomon, lehkovoshkalarga. Yomon kuchanib chiqyapmiz hali ham. 60 ga bora olmayapmiz. Krasный qizil yondi svetofor. Ana svetofor qizil yonib turibdi. Mana yerda ofitser ham turibdi. Lehkovoshkalarga zelyoni. Bu tunnelga kirishdan oldin. Yashil yondi. Проверка, politsiya полностью buni ham проверка qilyapti. Istayapti bir boshdan. Menga o'ta yerda joy yo'q edi. Tekshiradigan joyda. Ketdik. Mana tunnelga kirdik. 17 kilometr mana shunda yuramiz endi. Svetoforlarga e'tibor berish kerak. To'satdan qizil bo'lib qolishi mumkin. Kilometr deyapti. Ketdik. Mana o'sha Grayensaga kelyapmiz. Tak, bu Kyasaga, gruzovoylar prямо. Через 700 метров поверните налево и продолжайте езду по трассе 2. Italiyaga xush kelibsiz. Chegaradan o'tdik. Milandan o'tamizda Moderna tomon, shu tomonga ketamiz. Italiyada charaqlab turibdi quyosh. Ketdik. Akalar, Italiyaga hozir Modena degan joyga kirib tushirdim. Juda tez bo'ldi, videoga ola olmadim. Chunki уже italyanslar soat 4 dan keyin ishlash xohlamaydi. Men 5 ta kam 4 ta kirib bordim. Pogrozchik menga qaradi, so'kmoqchi bo'ldi. Ha, mayli ke dedi. Qaraj dokumentni berdim, pogrozchik o'zi yordamlashdi, tentlar ochdik, kremenlar yechdik, cho'pa-cho'pda tosh tushirib tashladi. Tentni yopdim, remenlar ichida shunday qoldi. Yopdim-da qaytdim. Hozir yana ortishga ketyapmiz. Ertaga ortamiz. Deta bir 15 kilometrdan keyin zo'r parkovka bor. O'sha yerga kirib damda olamiz, ertaga ortishga qarab ketamiz, nasib bo'lsa. Hammasi Xudoga shukr, Allohimga shukr, yaxshi. Qanaqa mashina meni obgon qilyapti, dahshat. Nomerlari ham dahshat. Mana yig'ib chiqdim remenlarda. O'sha paletlarga mos qilib. Shu tentda ishlaydiganlarning eng yomon ko'rgan so'zi two side. Ya'ni ikki tomonni ham och degani. Ana shuni eshitsangiz mazangiz qochaveradi. Mana shunaqa qopda, meshokda, Big Ben'da granula ekan, bog'lab chiqamiz. Fransiyaga ketamiz. Italiyadamiz. Mana ortib chiqdik. Montblanc tomonga qarab ketamiz. Yo'lda zapravka qilamiz.
Shu bilan dальше Fransiyaga ketamiz. 90da ketyapman-da, hozir podyomga chiqib spuska bo'ldi, 85 ga tushirdim. 90da ketyapman, baribir shu italyanslar obgon qiladi-da. Bilmayman nechida yuradi bular. 87 ga, 85 ga, 87 da ketyapman, baribir obgon qiladi. Ha, ketdik. 90da ketyapman, mana shundayda. Mana ular qaraydi. Palasaga sig'maydi. Mana shu italyanslarga yo'l qurayotganlarga uровень berish kerak-da, mana shu uровень shu mana unday valna qilib yo'l quradi-da bular. Mana shu sakrab ketaverasan mana shunday. Dik. Ularga shu uровень yetishmasa kerak-da. Hey, ketdik. O'zingda shuncha yo'l ham yo'q deng. Hamma joy yama yotibdi. Asfalti bor joylarda, asfalti yo'q joylarda-ku. Sen boriga shukr qilib haydayverding. Mana buni ham qarab bosyapti. Ya men 85 ga tushdim, 90 da ketyapman, baribir shu obgon qiladi-da. Ketdik. Короче, mana bu o'zimizni Blairs'dan ikkita palasada o'tasizda, mana bu tiketni berasiz, ko'rsatasiz, keyin to'langan chekni ko'rsatasiz. Shlagbaum ochiladi katta tunnelga, oxirgi katta tunnelga. Blairs yo'l bermadi. Hamayli. Bu o'tib ketdi, undan keyingi daf yo'l berdi. Ikkita palasa bittaga tiqiladi-da. Shlagbaumdan o'tgandan keyin. Gap yo'q dedim. Ana hozir tunnellar to'plami, hamma tunnellardan o'tib mana shunda chiqib keldik-da, endi tog'ning tepasiga kelib, eng oxirgi tunneldan o'tamiz. Mana shunga shu ochilib. Bizga zeleniy yondi. Oxirgi Alp tog'ini o'tamiz. Yog'i kim? Fransiya. Вруби левый. Monte Blanco. Ketdik. Endi zerikish. Fransiyaga xush kelibsiz. To'xtab hozir anav qildik. Stranani o'zgartirdik. Короче, tog'lardan pastga tushib keldik-da, pastga. Hech kim yo'l bergisi kelmaydi. Tog'lardan tushib keldik mana shu tog'lardan. Fransiyaga keldik, Fransiyaga. Mana akalar 45 talikka to'xtadik. Shu bilan hozir shaharga ancha ostanovka bor ekan. Shundan minib mana yerda shahar 2 kilometr, 3 kilometr.
yurishni qiyin ko'rib avtobusga minib boramiz. Hammaga sog'lik omonlik akalar. Allohga omonat sizlar. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.